تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Zimiston qish sovuqi qilmoqda davom. Yurakdagi sovuq texi muqatqan, kunlarni kun, oylarni oy, faslni fasl, yillarni yil qo'g'lab mangmoqda. Har qishning bir guliston bahori bor. Kechkisimi keladi hamon. Lekin yuraklarga bahor keladi qachon? Seg'ingan vatan, seg'ingan diyor, ustida pig'on, tuproqda qonlar, suvlari tortilgan quduqlar quruq, daryolar suvsiz, tuproq giyohsiz, kelsimu bahor, ochsimu chechak, lekin qalblar bahordan, bulbul sadosidan xabarsiz. Qachon keladi bahor? Tugumasmi qish? Kelmasmi bahor? Degusi kelar sabrsiz inson. Untulsa oylar, untulsa yillar, lekin untulmas hargiz muzlatgan kunlar. Qachon muzlidi deb so'rasang gar, muzlagan yurak o'g'lonlar bilan Hamzaga o'xshash, Bilalga, Arqamga, Mus'abga o'xshash, Talhaga va qancha sahobalarning o'zlari va o'g'illariga o'xshash kerib ko'kraklar chiqib maydonga, qonxo'r dushmanga o'qib bir maydon, tog'utlar bilan qilgandi bir jang. Bundan dal 14 yil burun oylardan Ramazon, Sharq Turkistondagi bo'yni bukuk diyorimizning mard o'g'lonlarining bir qismi quzg'unlar uv tutishga boshlagan go'zal yurtlarimizdan biri bo'lgan Ilida, azimatlar makoni G'uljida Robbiga ibodat qilish bilan birga Robbidan gunohlarga mag'firat, yo'llarga ravonlik, dardlarga darmon, iymonlarga quvvat, oxiratliklari uchun jannat tilashadi. Ularning iymoni, Allohga bo'lgan ishtiyoqi, pok tuproqqa bo'lgan seg'inishlari, Allohning rahmatiga bo'lgan intilishlari, adolatga bo'lgan talpinishlari, haqqoniyatga bo'lgan izdinishlari, haqsizlikqa bo'lgan noroziliklari chiqargan edi ularni maydonga. Biri 10, 100, 100 ming, mingi necha ming bo'lgan edi. Eg'izlarida takbir, yuzlarida qo'rqmas iymoniy nur chaqnaydi. Jaynaklarini bir-biriga giralashtirgan holda xuddi Makka davridagi sahobalarning tunji chiqishidek chiqqan edi. Qo'llarida yo'qdi tayoq sunuqi. Ularning niyatlarida hech bir insonga azor berish, hech bir jonga qasd qilish yo'q edi. Faqat iymonini oshkor qilmoqchi, vijdonining ovozini anglatmoqchi edi. Lekin
ularga shaytonnimi hayron qoldiradigan hili nayranglar bilan töhmat qilindi. İnsan aqliga kelmaydigan fojialar bilan nurg'unlari bu dunyodan uzutildi. Qolganlari hayot bilan mamotning, bor bilan yo'qning o'rnida qilib etildi. Ularning beshiga kelgan kunga yig'ilgan yoshlar qurimidi ta hozirgacha. Ularning zimiston qishda suv chechib muzga aylantirilgan jasadlari bilan to'nglagan edi. Aslida illiqlikni unutishga boshlagan yuraklar, titilgan badanlari, yiqitilgan qonlari bilan zardab qutuldi. Bu xushallikni allaqachon unutishga boshlagan yuraklar. Musulmonlar xuddi bir tanga o'xshaydi. Badanning bir yeri qizib og'risa, boshqa yerlarimi uning og'riq azobini his qiladi. Degan edi suyumlik Rasul. Barhaq, so'zing barhaq ey Allohning do'sti. To'nglagan bahorsiz qalblar, sulg'un yuzlar, yoshliq ko'zlar, pig'onliq ahlar hozirgacha qilmoqda davom. Chunki badallarimizning bir qismi bo'lmag'ach aman, yigitlarimiz ketdi, ketyotdi. Mardlarcha oxirgi manzilga, haqqoniyat karvonining orqasiga ergashib, bizmi ketyotimiz shu manzilga. Qaytilib hayot safarida o'zimiz tanlagan karvon sepiga. Kimligimiz musulmon, millatimiz Uyg'ur, ba'zilarimiz uyquda. Ba'zilar uyg'oq. Kelyotimiz ey yigitlar, garchi bo'lsaqmi sonda oz, xuddi cho'qqisiga qirov tushgan, darddan gavdasi pukilgan sanoqliq tog'dak, na qaddimizda, na qalbimizda yo'qdak tursimi bahor. Lekin bu qayg'u, bu pig'on, bu dard, bu armon qilg'usi bir kuni dunyoni guliston. Qo'g'lab quzg'unni, chillab bulbulni, qilg'aymiz bir kun cho'llarni bo'ston. Chunki to'kildi buning uchun nurg'un ter, nurg'un yosh, nurg'un qon. Yatqan yerlaringlar jannat bo'lsin. Unutilmadinglar, unutilmaysizlar abad. Chunki yuraklardagi muz, yuraklardagi dog' aslida yoshrun bir vulqon, energiyasini ruhinglardan olgan. Bu shundoq bir vulqon ekanki, zulmatni kul qilib tongni chillaydigan, dunyoda jonlarga huzur, oxiratda jannat beg'ishlaydigan, Rabbimning jamoliga boshlaydigan